Qiror aka qormang. Charchamayapsizmi? Bo'ling, sekin. Kamchiliklar yo'qmi? Abbos havo olib turibdimi? Kamchiliklarimiz zo'r. Ishlarimiz yaxshi ketyapti, xudo xohlasa. Sifatimiz a'lo darajada. Har Sog' doim bo'ling aka, barakasini bersin. Materiallar bor, hammasi. materiallarimiz bor. Mirjalol program berib yuboring, uramni. Xudo xohlasa ishlarimiz Sanjar aka. Suvlargacha. Ip yurilyapti bu terilib, tekis qilib. Bo'ldi. Bu nima bo'ldi? Bitta xudo xohlasa tayyor dublga dubl qilamiz, armirovka atkoslarini qo'yib, atkosning ichiga ham vata uramiz, yopishtiramiz. Keyin ukologlarni qo'yamiz, xudo xohlasa. O'tga qachon o'tiladi shunda? Qachon xohlasa berasiz shunda, xudo xohlasa. 3 kunlarda u tomon bitirib, lesalarni buzib, Bildirib qo'yamiz-da. kislok shpagolovkalarni tortib bo'lgandan keyin buzib, bu tomonga lesani tikka qilamiz. Xudo xohlasa bu yerda ham boshlaymiz. Hurmatli va aziz uy egalari, sizlarga ham shunday sifatli va eng asosiysi imoratlaringizga shinamlik va komfort olib keladigan izolyatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan telefon qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.